Bu fasonimiz trenddan tushmayapti aka. Trenddan tushmayapti, ketyapti, trendda ketyapti. Profillarga keladigan bo'lsak, qaysi profil bular? Alta plasdan yasadik buni. Alta plasdan qilinlaringiz. 5 tadan har bir tabaqasi 5 tadan petla qo'yib berdik. 1 2 3 4 5 ta petla qo'yib beriladi. Ya'ni 10 ta petla bitta ishimizda, to'g'rimi? Usta akalarimiz shunday ligrovkani shunaqa yorib qo'yishadi, qaranglar akalar. Evet. Usta akalarimizni ishlari ma'qulmi sizga? İşlerim makul, yaxshi. Kachchasi ham yaxshi. Aha. Sizga Murod akalar tarafdan sovg'alari bor, 3 xil sovg'a bor. 3 xil. Padakonlik yoki-da pashasetka yoki-da romki. Rom. Siz qaysi tanladingiz? Biz o'zimiz eshik tanladik. Eshik tanladingiz, bitta ko'rsatib qo'ying. Bitta bonusiga eshik tanladik podarkasiga. Rangiga keladigan bo'lsak, zolotoy dub, rangi o'zgarmasligiga va garantiyalarimiz necha yil bera olamiz? 10 yil garantiya beramiz. Bizlarga 10 yilgacha deb aytgan. 10 yildan keyin o'zgarib ketmaydi endi. Agarda yo'q bu narxlari qimmat deydigan bo'lsalar, akalarimiz arzon akfa eshik rom ham yasab berishadi, lekin garantiya bera olmaymiz. Garantiya bermaymiz. Aha. 350 kilometr bosib, ya'ni Toshkent shaharga yetib keldik. Akfa eshik romimiz 12 ta rom va 2 ta eshigimiz ustanovka jarayoniga turibmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, xudo xolasa 12 ta rom va 2 ta eshigimiz Toshkent shahariga olib keldik. Toshkent shahariga keldik. Aha, xudo xolasa eng so'nggi fasona trenddagi. Trendda fasonda Shotlandiya gul solingan. Aha, xudo xolasa. 12 ta hammasi gul solingan ichida. Videoni oxirigacha ko'ringlar, ustanovka jarayonigacha ko'rsatamiz va akfa eshik rom o'rnatishga nimaga ahamiyat berish kerak, uni ham bilib olasizlar. Akalar, bu fasonimiz, ya'ni 2026-yil trenddan tushmaydigan fasonimiz bo'lyapti, qaranglar. Zolotoy dub rangdan qilib berishgan, o'rtalariga shotlandiya gullaridan qilib berishgan, 12 ta rom va 2 ta eshigimiz ustanovka jarayoni mana shu xonadonimizga bo'lyapti. Fayzli xonadonimizga qaranglar. Eshiklari ham balkon profildan bo'ladigan, ya'ni o'rtalariga bo'ladi ham shotlandiya gullari bor. Murod aka, xudo xolasa eshigi va romimiz qancha vaqt ustanovka qilib bo'lamiz? Nasib bo'lsa buni sinimet qilib olamiz. Aha. 2 soat issiqda bo'lamiz. Ya'ni mana shu joyga ustanovka qilib beramiz, xudo xolasa. Olinadi, shunga joyga qo'yiladi. Aha. Eng so'nggi fasondan qilib beryapsizlar. Aha. Eshiklari ham, ya'ni balkon profildan bo'lyapti. Qalinligiga bitta ahamiyat berasiz. Balkon profildan mana qaranglar. Isklar ofisda. Gap bo'lishi mumkin emas. Eshik rom ikkovi ham bir xil rang bo'ladi, xudo xolasa. Akalar, kanalga yangi bo'lsalaring, bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, biz har doim mana shunaqa ham qo'li gul usta akalarimiz ishlarini chiqarib boraveramiz. Birinchilardan ko'rishlar mumkin. Akalar, videoni oxirigacha kuzatasizlar va narxlari qanday bo'lyapti va usta akalarimiz qayerlargacha borib xizmat ko'rsatishadi. To'liq ma'lumotni aytib o'tib ketamiz. Agar usta akalarimizga zakaz qilmoqchi bo'lsalaring, sovg'alar обязательно bo'ladi, qaranglar. Xohlasalang padakonlik, xohlasalang hayli pashasetkani ko'rsatib qo'yasiz. Xohlasalang borchka deysizlarmi? Agarda obyomlaring ko'p bo'ladigan bo'lsa, aka bonusimizni ham ayting. Bonusimiz yana ham ko'tarib ketaveradi. Ko'tarib ketaveradi. Keyin 50 yoki 60 millionlik obyom bo'ladigan bo'lsa, nima bonusi? Krupni. 50-60 million bo'lsa, mahalla bir tabaqa eshikni ham bonusga beramiz. Bonusga. Bonus. Aha. Agar eshik shart emas desa, rom ham bonusga qilib berishadi. Videoni oxirigacha ko'rasiz. Hozir mana shu obyomga shu eshik kelgan, bonusga kelgan shu eshik o'zi. Shu bonusga kelgan, ha? Gap bo'lishi mumkin emas. Akalar, ko'rib turganlaringda mana ro'parosa 2 soat, 3 soat deganga usta akalarimiz 12 ta rom va 2 ta eshigimizni ustanovka jarayonini tugatdilar. To'g'rimi Murod aka? To'g'ri. Murod aka, xudo xolasa 2026-yil narxlari qanday bo'lyapti? Hozir video davomiga aytib ketaverasiz. Uyda egalari o'zlari shiga ekan, keling aka. Bo'ldi, cho'ri akalarimiz ancha vaqtdan beri o'sib turibdilar. Cho'ringizga katta rahmat aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, Murod akaga bu tarafdan keling. Murod akaga zakaz qildingiz? Zakaz qildik Murod aka. Qancha vaqtga muddat so'rab ketuvdi? Bir 2 hafta uzoq muddat so'ragan, 12 kun chamasida olib kelib berdi uzoq. 12 kunga. 12 kunda bitirib olib kelib berdi. Usta akalarimizni ishlari ma'qulmi sizga? Ishlarim ma'qul, yaxshi. Kachchasi ham yaxshi. Aha. Sizga Murod akalar tarafdan sovg'alari bor, 3 xil sovg'a bor. 3 xil. Padakonlik yoki-da pashasetka yoki-da romki. Siz qaysi tanladingiz? Biz o'zimiz eshik tanladik. Eshik tanladingiz, bitta ko'rsatib qo'ying. Bitta bonusiga eshik tanladik podarkasiga. Katta rahmat aka. Akalar, qayerga eshitgansizlar, mana akfa rom o'rnatib, ya'ni sovg'asiga padakonlik yoki-da pashasetka yoki-da
Fortishga olgan joylaring bo'ladigan bo'lsa, обязательно kommentariyga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Ha, bizlar haqiqatan oldik deb yozib qo'yinglar. Murod aka 2026-yil Xudo xolasa bu fasonimiz trenddan tushmayapti aka. Tushmayapti, ketyapti, trendga ketyapti. Profillariga keladigan bo'lsak, qaysi profil bular? Alta plasdan yasadik buni. Alta plasdan qilinlaringiz. 2 qavat oyna. 2 qavat oyna, har bir shakl soldik. Shatlanka gullar qo'yib beriladi. Gullar bilan. Aha. Bu uyda egalari o'zlari nima qildilarmi? Shatlankani yo'q o'zi. Ya, egasi o'zlari bizlar shu YouTube'da ko'rib kuzatib bor ekan, shu Shotlandiyaga kelib qo'yib berasiz dedi. Donasini 100 gramdan qo'yib berdik har bir donasiga. Romlarimiz hammasi plasdan bo'ldi, to'g'rimi? Plasdan 2 qavat oyna, ichkari tomoni yodoy, tashqari tomoni oq oyna bo'ldi. Ko'rish uchun. Keyin o'sha gul hammasiga gul qo'ydirdi. Metr kvadrat 1 million so'mdan. 1 kvadrat, ha? 1 kvadrat metri 1 million so'mdan. Aha. Xohlagan rangni qilib beramiz. Metr kvadrat 1 million ichida. Xohlagan rangni, xohlasa antrasit, xohlasa oq deydimi? Oq bo'lsa arzonroq. Yanada arzonlashadi. Oq 8 dan qiladi oq metr kvadratini. Plas bo'lsa. Plas bo'lsa. Mana akalar, usta akalarimizning nomerlari pastga bo'ladi. Telegram, WhatsApp bor. Agarda katalog so'rasalaring, katalogini tashlab berishadi. Qaysi yoqqan bo'lsa taylab bersa, shundan qilib berasiz. Qilib beramiz. Aha. Plus bonuslarimiz обязательно bo'ladi. Bizlar Pashshasetga, ya Fortishga, ya Patagoniyaga aytdik. Kerak emas edi. Bitta baniyasiga bir taboq ish yasab keldik. Bir tomoni. Bir taboq. Ya'ni 50 million yoki-da 60 million bo'ladigan bo'lsa, bitta Fortishga yoki-da xohlasa, может, eshik ham qo'yib beraveramiz. Sovg'aga akalar. Sharam 45 million so'm bo'ladi, 1,5 million ishdi, bonusga qo'yib beryapmiz. Aha, 45 millionlik joyimiz bo'lyapti. Murod aka, eshigimizga keladigan bo'lsak, eshigimizga ya'ni balkon profildan qilib berilang. Balkon profildan 5 tada har bir tabaqat 5 tadan petla qo'yib berdik. 1 2 3 4 5 ta petla qo'yib beriladi. Ya'ni 10 ta petla bitta eshigimizga, to'g'rimi? Usta akalarimiz shunday ligrovkani shunaqa yorib qo'yishadi, qaranglar akalar. Gap bo'lishi mumkin emas. Aka, endi eshigimizga keladigan bo'lsa, 1 kvadrat metri necha pul bo'lyapti? Bu 11lik profildan bo'lyapti. Alyumindan bo'lyapti. Alyuminiy 11lik profil 1,3 mingdan bo'lyapti. 1,300. 1,300. Guli adelni. Guli adelni ham 100 grammga donasi. Shatlankani, ya'ni gullarimizning necha xili bor? Buni xili ko'p. Katalogni ko'rsatamiz klientga. Aha. Aytganini qo'yib beramiz. Mana shu ekranga ham qo'yib qo'yamiz. Agarda Shatlanka gullaridan xohlaydigan bo'lsalar, 4 xil, 5 xil variantlar bor. Variant bor. 10 xil variant. Aha. Bunimizga ham rangiga narxi o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Antarzit bo'lsa ham shu 1 million 300, mokka rang bo'lsa 1 million 300, agar oqdan bo'lsa 1 million 100 so'm metr kvadrat. 1 million 100 zo'r. Romlarimizga keladigan bo'lsa, aka bizlarga bilasiz, havo iqlimi, ya'ni anamal sovuqlar bo'lib qoladi aka. Shu haqda ham aytib ketsangiz, garantiyasi qancha? Terlaydimi, terlamaydimi? Va arzon akva eshik romlardan buni narxi qimmatligini ham shuni ham tushuntirib ketsangiz aka. Buni birinchi o'rinda kakpolojni hamma joyda metali bor. Metali bor. Ya'ni metaldan qo'yilgan. Ichiga profillari bo'ladi. Lubejini teshib ko'rish mumkin. Magnit yopishtirsa ham bilinadi. Keyin oynasi 2 qavat qilinadi, o'zini moykasi yo'lib. Absolutni terlamaydi. Germetikasi mahkamchada mustahkam qilinadi. Rezinlarni ham ko'rsatishingiz mumkin. Originali bo'ladi. Original rezinlar. Tezga tomon bo'lib qolmaydi-da bular. Keyin aka yana bitta gap, rangiga keladigan bo'lsak, zolotoy dub. Rangi o'zgarmasligiga va garantiyalarimiz necha yil bera olamiz? 10 yil garantiya beramiz. Bizlarga 10 yilgacha deb aytgan. 10 yildan keyin o'zgarib ketmaydi. Nisbatan o'zgarishi mumkin gap. Ya'ni tekshiruvdan 100% o'tgan. Anomal sovuqlargacha aka 100% javob beradimi bular? Ham chidamli, terlamaydi. Bu hammasi garantiyasi bor. Ichida kameralari bor buni. Sinovdan o'tgan profillar. Endi aka, arzon akfa eshik romdan buni tanlashimizdan, ya'ni maqsad 100% terlamaydi, osilib qolmaydi. Osilib qolmaydi. Metallar, gap metalda, metal yaxshi metal solinib, 1,5 lik metal solingan ichiga. Agarda yo'q, bu narxlari qimmat deydigan bo'lsalar, akalarimiz arzon akfa eshik rom ham yasab berishadi, lekin garantiya bera olmaymiz. Garantiya bermaymiz. Aha. Usta akalarimiz asli Samarqandlik bo'ladi, qayerlargacha bor xizmat ko'rsatadi? Hozir men Toshkent Chinoz Ulug'vor degan qishloqqa keldik. Ulug'vor qishlog'i. Akalar, agar xohlasalar shu manzaraga kelsalaring ham akalarimiz ishlarini ko'rib ketishlari mumkin, qaranglar. Yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, "Malades ustalar" deb turib kommentariyaga yozib qo'yinglar akalar.
Murod aka, xudo xohlasa keyingi obyektimiz qayerga bo'ladi? Hozir bundan keyin Qashqadaryoga tayyor bo'lyapti, sixda Aha. tayyor bo'layotgan. Undan keyin Surxondaryoga bor. Surxondaryoga. Yana Toshkent o'ziga bor. bor. Akalar, agar obuna bo'lib qo'ysalaring, usta akalarimizni ishlarini har doim chiqarib boryapmiz. Har bitta ustanovka qilgan jarayonlarni shu o'zimiz kanalimizga qo'yib boryapmiz. Agar obuna bo'lib qo'ysalaring, birinchilardan ko'rishlaring mumkin va akfa eshik rom o'rnatmoqchi bo'lgan tanishlarga maksimal darajada tarqatib qo'yinglar, chunki mana shunaqayin arzon va 12 ta viloyatga borib xizmat ko'rsatadigan usta akalarimiz bo'ladi. Aka, boyagida ustanovka dastavkaga xudo xolasa pul hisoblamaymiz. Qo'shilmaydi. Yasataman desa, boramiz, o'lchaymiz, o'zimiz razmer olib kelamiz. Sirak olamiz, ya 15 kun, ya 20 kun, katta avion bo'lsa 20 kungacha olamiz. Aytgan paytdan Oldin. 3-4 kun oldin borsa borar, kech bormaydi. Kech bormaydi. Akalar, usta akalarimiz nomerlari pastga bexijolat telefon qilaverasizlar. Yanada biron savollaring bo'lsa, shu usta akalarimiz to'liq ma'lumotni berishadi. Shu telefon qilsa o'zimiz. Murod aka, katta rahmat bergan ma'lumot uchun. Xudo xolasa yana yangiliklar, bombalari bo'ladi. Chiqaramiz, rasm erta tushundan keyin Qashqadaryoga ketamiz. Qashqadaryoga. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, har doim chiqarib boraveramiz. Akalarimiz ishlarini birinchilardan ko'rishlari mumkin. Akfa eshik rom o'rnatmoqchi bo'lgan tanishlarga maksimal darajada tarqatib qo'yamiz.